Assalomu alaykum. Yana bir mijozimizda ishxonalarga tashrif buyurib, yangi modellardan, yangi materiallarimizdan pardalarni tikib ilib berdik. Qisqacha sizlarni qilingan ishlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bu xonamiz kir-urish hisoblanadi. Kir-urish xonamizni yanada keng, chiroyli ko'rsatish maqsadida tuylarimizni oq leon qilib berdik. Konstruksiya bomba, ko'ringlar, yangi model. Kanizlarini ikki qator qilib berdik. Temirli kaniz qilib berdik. Birinchi sababi komfort yuradi, ochilib yopilishlari juda ham zo'r. Ko'rasizlar? Yana qaytadi joyiga. Ikkinchi sababi keyinchalik ham ikkala bokovoylarga o'zlarini didlariga mos qilib parda, yupqa parda, qalin parda qilib olsa ham yanada modellari zo'r chiqadi. Xo'p, keyingi xonani ko'rsatamiz. Bu xonamizda ayollarimizga yangi model kiyimlar tikilar ekan. Bu xonamizga ham chiroyli qilib ziborkalarini dona-dona qilib pardalarni tikib ilib berdik. Asnovasi leon tyulimizni havo yaxshi o'tkazadi, quyoshga chidamli. Bu xonamizda ham kanizlarini temirli qilib berdik. Ochilib yopilishlari ancha qulay bo'ladi. Ramkani ichiga qilib berganimizning sababi xona yanada kattaroq ko'rinadi. Agar tashqariga qilganimizda pardani xona yanada kichkinalashardi. Shuning uchun shu variantni qulay deb bildik.